Bugun biz 2025 Chevrolet Captiva modeli haqida batafsil gaplashamiz va uning dizayni, texnik imkoniyatlari hamda kundalik foydalanishdagi qulayliklarni ko'rib chiqamiz. Captiva bu oila uchun mo'ljallangan zamonaviy crossover bo'lib, tashqi ko'rinishi yangilangan va yanada jozibali bo'lgan. Old panjarasi kengroq, faralari esa LED texnologiyasi bilan jihozlangan. Bu esa kechasi yaxshiroq yoritish va zamonaviy uslubni ta'minlaydi. Kuzov chiziqlari silliq va sportcha bo'lib, shahar va safar uchun mos keladi. Salon ichida esa qulaylik birinchi o'ringa qo'yilgan. Ichki makon keng va 5 yo'lovchi uchun yetarli joy mavjud. O'rindiqlar yumshoq materiallar bilan qoplangan va uzoq yo'l safarlarda ham charchatmaydi. Old panelda katta sensorli multimedia ekran joylashgan bo'lib, smartfon bilan ulanish, navigatsiya va musiqa boshqaruvi imkoniyatlarini beradi. Rul ko'p funksiyali bo'lib, haydovchiga diqqatni yo'ldan chalgitmasdan boshqarish imkonini yaratadi. 2025 Chevrolet Captiva odatda samarali va tejamkor dvigatel bilan taklif etiladi. U shahar ichida ham, trassada ham barqaror harakatni ta'minlaydi. Avtomatik uzatmalar qutisi silliq ishlaydi va yonilgi sarfini nazorat ostida ushlab turadi. Osma tizimi yo'l notekisliklarni yaxshi yutadi. Bu esa yo'lovchilar uchun qulaylikni oshiradi. Xavfsizlik masalasida ham Captiva yaxshi ko'rsatkichlarga ega. Avtomobil bir nechta havo yostiqchalari, apps, elektron barqarorlik tizimi va tormoz yordamchi funksiyalari bilan jihozlangan. Bu tizimlar kutilmagan vaziyatlarda haydovchiga yordam beradi va yo'l harakati xavfsizligini oshiradi. Orqa kamera va parkovka datchiklari esa tor joylarda mashinani oson boshqarishga yordam beradi. Texnologik imkoniyatlar ham e'tiborga molik. Multimedia tizimi zamonaviy interfeysga ega va ovoz buyruqlari orqali boshqarish mumkin. Konditsioner tizimi tez sovitadi va salon ichida yoqimli muhit yaratadi. Yukxona hajmi kundalik ehtiyojlar va oila sayohatlari uchun yetarli bo'lib, orqa o'rindiqlar buklanganda yanada ko'p joy xos.